Sen menga raqib bo'lolmaysan. Ixtiyorimda yuzlab harbiy kemalar bor. Sen esa, sen oddiy bir surgundagi shahzodasan. Na uying, na ittifoqdoshlaring bor. Sendan hatto otang yuz o'girgan. Adashasiz. Avatarni otam qo'liga topshirsam, u meni sharaf bilan qabul qilib, taxtga qaytaradi. Shuni unutmang. Agar u seni qaytishingni istaganda, sen allaqachon uyda bo'larding. Avatar bilan yoki usiz. Biroq sen olov xalqi nomiga nomunosibsan. Bu yolg'on. Yuzingdagi chandiq buning isboti. Ha, shunaqasini xohlayapsizmi? Meni duelga chaqiryapsanmi? Quyosh botganda. Yaxshi. Afsus, seni qanday xo'rlashimni otang ko'rmaydi, lekin amaging ko'radi. Shahzoda Zuko, oxirgi marta duelda nima bo'lganini unutdingizmi? Men hech nimani unutmayman. Ajoyib ekan. Voy, hey! Chiqa qol, Limon. Bu cho'fat bola seni boshqa qo'rqitmaydi. Gyatso. Hey, Ang, tushligimni topdingmi? Ang, men uni yemoqchi emasdim. Rost. Xudoyim. Zudlik bilan olov hukmdoriga xabar ber. Avatar qaytdi. Ang, tezroq doiradan chiq. Nima bo'ldi? Yatsoni olov afsungarlari o'ldirishgandan xabar topdi. Uni uyg'otdi. Uni tinchlantirishga urinib ko'raman. Tezroq, bo'lmasa u bizni uchirib yuboradi. Olov afsona qoidalarini unutma. Ular sening eng kuchli quroling. Meni yengishiga yo'l qo'ymayman. Bu uzoq cho'zilmaydi. Bu yog'ini keyingi qismda bilib olasiz. Hayır, davomı chiqsinmi?